Kechasi haligi uyquda men bilmasdan emib qo'yibman. Astagfirullah. Emib qo'yibsiz? Ha, taqsir. Ha. Shunaqami, singlim? Ha, rost. Tavba. Sizda chakki o'pdi-yu. Lekin bu ishga bunday qaraydigan bo'lsak, unchalik vahimali emas. Taqsir. Bu ish uyquda bo'lgan. Nokeyin muqaddas kitoblarda yozilishicha, ayolning a'zolarini onaning a'zolariga taqqoslashning o'zi ham gunohi azim ekan. Sizlarning o'rtangizda bo'lgan masala esa undan 10 chandon og'irroq. Demak, sizlar er-xotin emas, ona bola bo'libsiz. Nima?